Hurmatli mijozlarimiz, bizga kutgan notebooklarimiz yetib keldi. Microsoft Surface, Dell, HP dan 30 ga yaqin notebookimiz birinchi qo'l bo'lib, eng zo'r narxlarda bizning do'konimizga yetib keldi. Sizlar uchun 3 ta tiniq model tanlab berdim. Buni bitta ko'rib boqasizlar. HP dan ProBook, atpechatkalari, portlari, hamma yo'g'i tiniq holatdagi bu notebookimiz Ryzen 3 4300 seriya 8 ga 256 lik. Narxi nech pul deb o'ylaysiz? Oxirida aytaman, qarab turing. Xo'p, Surface dan buni ko'ringlar. Bu ham tiniq, zo'r sotiladigan notebookimiz, maza qilib ishlatadi. Ofisga kimga olamansa, shuni ham tavsiya qilamiz. Endi eng zo'ri mana bu qaranglar. Dell. Hamma yo'g'i tiniq i5 8-avlod portlarini qaranglar. USB, Type-C, VGA, LAN, Wi-Fi hamma yo'g'i bor xullas. SIM karta ham tushadi. i5 dan 8-avlod 8 ga 256 lik. Endi narxlarni qaranglar. $165 ga HP ProBook atpechatkali tiniq notebook. $250 ga Microsoft Surface. Dell notebookimiz $155. Nima deyapti? Davr kompyuter do'konimizda hammalarni kutib qolamiz.